Iblislarga qarshi kurash qiyin, chunki ular kuchli, o'zini qayta tiklay oladi. Undan tashqari kiyinishda didi yo'q. Aytishgandek, har yerda qilma orzu, har yerda bordir toshu tarozu deganlardek. Qani edi bizning YouTube kanal ham mita bo'lib qolsa. Juda ham zo'r orzular ekan. Iblislarni yo'q qiluvchi tashkilot va ularning ichida kuchli 9 kishi tanlangan. Siz bilan Zenitsa va bu galgi videoda ustunlar haqida qisqa ma'lumot beraman. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa boshladik. Iblislarga qarshi kurashda odamlar tashkiloti yaratishdi. Kiyim va qilich olib jangga chiqishdi. Aynan bu tashkilot rahbari Kage Ubashiki tomonidan 9 odam tayinlandi. Katta jang tajribasi va nafas olish texnikasini mukammal tarzda o'rgangan. Ular ustunlar deb atashdi. Ustunlarning vazifasi 50 dan ortiq iblislarni o'ldirish yo bo'lmasa 12 oylarni yo'q qilish, muzanga qarshi chiqish edi. 9-o'rin. Shinobi Kocho, hasharot ustuni. Kocho hasharotlar bilan bog'liq zahr ishlatadi va qilichi zahr bilan qoplangan. O'zi kuchsizroq, juda aqlli va tibbiy bilimga ega. Hasharot nafasi ustasi. Kocho yoshligida ota-onasi iblislar tomonidan o'ldirilgan. Opasi bilan yashardi. Opasining ismi Kanay. Unga doim mehribon bo'lishni va undan tashqari ko'plab narsalarni o'rgatgan opasi. Afsuski, o'sha qizlari ajali bo'lmish. Douma opasini o'ldiradi. Kocho buni ko'rib, doim qasos olishni istagan va cheksiz qala arkida Douma, ya'ni qizlarni ajalga qarshi jangda yutqizadi va vafot etadi. Qasos olaman deganda, lekin yeb qo'ydi. Shuning uchun qasos yomon narsa. 8-o'rin. Tenge Uzi, tovush ustuni. Sal-pal tom ketganini hisobga olmaganda yaxshi odam desa bo'ladi. Sobiq shinobi, ikkita katta qilich ishlatadi. Tovushni his qilib, ritmga qarab jang qiladi. Temboli 3 ta xotini bor, bitta emas. Uylanmagani havas qilib bordi. Tez borib kanalga a'zo bo'lib kela oladi. Shinobi oilasida tug'ilgan. Bolaligidanoq qattiq va shafqatsiz mashg'ulotlar tufayli aka-ukalari bir-birini o'ldirgan. Shu hayotdan voz kechib o'z yo'lini tanlagan va hali ham tirik. Ustunlardan ketdi va tinch hayotda hayot gashtini suryapti. Tanjiro va do'stlariga qo'shilib 6-oliyni yo'q qilishgan. 7-o'rin. Obnay Iguro, ilon ustuni. Juda qattiq qo'l. Ilon nafasidan foydalanadi. Xo'sh, ilon nafasini nimasi zo'r? To'g'risini qayerdan bilay? Yoshligida shafqatsiz oilada tug'ilgan. Oila Obnayni qurbonlik uchun saqlagan. Bu paytda iblislardan qo'rqib unga tipi odamlarni qurbonlik qilishgan. Eng qizig'i, iblis hujum qilganda Obnaydan boshqa barcha qishloq ahli o'lgan. Iblis hujumidan qochib qutulgan va hayotining beshafqatsizligidan nafratlangan. Og'zida katta chandig'i bor. Bir ko'zini shikastlagan, rangi ikki xil. Bir kuni quyosh chiqdi, ya'ni Mitsurini ko'rib qoladi va hayotga umid topadi. Mitsurini sevib qoladi. Cheksiz qala arkida Muzanga qarshi oxirgi jang paytida vafot etgan. 6-o'rin. Mitsuri Kanroji, sevgi ustuni. Juda moslashuvchan va kuchli tanaga ega. Qancha shaklda qilich ishlatadi va balerinaga o'xshash jang ko'nikmalari bor va mehribon oddiy qiz bo'lib ulg'aygan. Kuchli tanasi sabab jamiyat tushunilmagan. O'zini yashirishga majbur bo'lgan va barcha odamlar Mitsuriga qo'rquv bilan qarashardi. Keyin o'zini qanday bo'lsa shunday qabul qilgan. Obnay bilan munosabati o'rtacha va cheksiz qala arkida Muzanga qarshi oxirgi jangda Obnay bilan vafot etgan. 5-o'rin. Muchiro Tokito, tuman ustuni. Eng yosh ustun. Yoshi 14 da. Juda iste'dodli. Xotirasida muammosi bor, ammo dahshatli kuchga ega. Muchiro ota-onasidan juda yoshligida ayrilgan. Egizaki bilan o'zi yashar edi. Bir kuni o'sha kulbasiga iblis bostirib kirdi va akasini o'ldirdi. Odamlar faqat Muchironi topishgan. Egizaki o'lgandan keyin iblislardan qattiq nafratlanadi va iblisni o'ldirish uchun hamma narsaga tayyor. Cheksiz qala arkida 1-oliyga qarshi kelib qoladi. To'g'ri, 1-oliyni yengishdi, lekin jang vaqtida Muchiro vafot etadi. 4-o'rin.
Kyojiro Rengoku. Olov ustuni. Juda ijobiy va qat'iyatli. Kuchli iroda va yetakchilik qobiliyatlari bor. Olov nafasidan foydalana oladi. Onasi yoshligida vafot etgan. Onasi unga kuchlilar zaiflarni himoya qiladi deb o'rgatgan. Otasi esa sovuqqon bo'lib qolganiga qaramay, u ijobiy, quvnoq bo'lib ulg'aygan. Otasiga ustun bo'lganini aytganda, otasi o'g'lidan jahli chiqib, o'g'lidan nafratlangan. Ukasi bor. Bosh qahramon Tanjiroga oz bo'lsa ham saboq bergan. Cheksiz poyezd filmida 3-Oliy oyga qarshi jangda vafot etgan. Akaza o'ldirmagan bo'lsa ham o'lim yoqasida tashlab ketgan. Otasi o'g'lini yo'qotishdan qo'rqqan. Afsus, yo'qotdi. 3-o'rin. Gyo Tomioka. Suv ustuni. Bosh qahramon Tanjiroga yo'l ochib bergan inson. Kamgap va jiddiy. Suv nafasidan foydalana oladi. Oilasi yo'q. Faqat opasi bilan yashagan. Baribir opasi iblislar tomonidan o'ldirilgan va eng yaqin do'sti Sabido ham o'zini aybdor his qilib ulg'aygan va juda sokin. Boshidan kechirgan hamma narsani yashiradi. Gyu yashashga noloyiq deb hisoblaydi va ustun bo'lishiga ham. Tanjiro bilan 3-Oliy oyida yo'q qilishgan va Muzonga qarshi jangda yordam bergan va jangdan so'ng Sanemi va Gyu ikkalasi tirik qolgan. 2-o'rin. Sanemi Shinazugawa. Shamol ustuni. Juda tajovuzkor va jahldor, kuchli va shafqatsiz. Jang paytida o'zini umuman bosib turmaydi va yoshligida kambag'al oilada ulg'aygan. Onasi iblisga aylangan va o'zi oilasini o'ldirgan. Sanemi onasini o'ldirishga majbur bo'lgan. O'zi ukasini tirik qolgan. Ukasini himoyalash uchun sovuqqon bo'lib qolgan. Yoshligida g'azab va azob bilan yashagan. Ukasi hech qanday nafas olish texnikasi yo'q. Ukasidan nafratlanishni boshlaydi. Ukasi 1-Oliy oyga qarshi jangda yo'qotadi. Aniqroq aytsam, ukasi vafot etadi. Ukasi uchun yig'laydi. Gracias por protegerme. ¡No te protege ni un carajo! Jenursin sizda. Yana 1-Oliy oyni yengishga yordam bergan va Muzon bilan jangda Gyu ikkalasi yelkama-yelka turib jang qilishgan va tirik qolgan. 1-o'rin. Gyume Himejimi. Tosh ustuni. Eng kuchli ustun ko'r, lekin sezgi darajada juda yuqori. Quroli zanjirli bolta va to'p. Juda sokin va dindor. To'xta. Dindor? Yetim bolalarni parvarish qilgan. Iblis hujum paytida bolalarni himoya qilgan. Afsuski, barcha bolalari vafot etdi. Shu voqeadan keyin ko'r bo'lib qolgan va bu voqea tufayli barcha maxluq ko'rgandek qarashadi Gyumega. Yoshligidan juda rahmdil va sabrli. Hammani himoya qilishni xohlaydi, lekin Gyume uchun qiyin. 1-Oliy oyga qarshi jangda katta yordam bergan va cheksiz qala arkada Muzonga yengilgandan keyin vafot etgan, tinchgina o'tirgan joyida. Shuningdek, ustunlar uchun asosiy vazifa bu insonlarni iblislar zulmidan himoya qilish edi va bularning barchasi Muzon tufayli bo'ldi. Har doimgidek antagonist butun bir animeni yurgizuvchi kuchdir. Shu video o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Ko'rishguncha. Capitão de areia, capitão de areia. Outro abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.